13 million pul ketdi. Mana shu santexnika mahsulotlarini o'ziga, kafil-mafilidan tashqari. Sushilkamiz 80 santimetrlik sushilka qilib berganmiz. Rakminalari 80 ga 50 santimetr, kallasi high-tech ko'rinishda, rangi buni ham grey rangda. Tortmalari ham ichi kattagina, sekin yopiladigan tandem mexanizmlar qo'yilgan. Smestillari, knopka sifoni, milnitsa, bunaqa zubnoy shotka qo'yadigan stakanlari hammasi grey rangda bo'lgan. Komplektida bunaqa 80 ga 60 oynalari bor, podsvetkali, 80 ga 70 ekan, adashimman. Bunaqa yo'qtalar qilib berganmiz, sochuv ilib quritib qo'yishga. Buni ham rangi grey. Unitaz quyma korpusli, sliflari tornado, krugovoy yuvadi, bez ободковый, tualet bo'lmaga держательlari ham hammasi grey rangda, bir xil teksturada chiroyli chiqqan. Yuvishlari ham akkuratning, sachratmaydi. Bitta daxlatda olib ketadigan unitazlar qilib berganmiz. Dush kabinamizning razmeri 120 ga 90 cm, oynalari kalyonniy. Mana shu dush kabina oynasini o'ziga 3 million 600 ming so'm pul sarflangan. Shampun qo'yish uchun polkalar 304 markali, bu ham grey rangda. Bundan tashqari tropический dush, grey rangi, leykalari katta 30 ga 30 leykada, kачествоsi zo'r, latunoviy korpus. Trap qo'yib berganmiz 40 santimetrlik. Shu bilan mana sanuzilga 13 million pul ketgan. Arziydimi yo'qmi? Kommentariy izohlarda yozib qoldiring.